Parkent Avenue nastroykasidanmiz. Bugungi obyektimizda premium klassda hamma mebel texnikasidan 104 kvadrat, birinchi etajda. Xo'p, uyimiz orientirini tushuntirib o'taman. Parkentskiy chorrahasida shundoq. Uyimizda закрытый двор. 24 soat video наблюдение, детский площадка, parkovkalar umuman muammo yo'q. Podzemli parkovkalar ham bor. Uyimizdan obzordan oldin like, kommentariy, podpiska esdan chiqmasin, sizlar uchun harakat qilaveramiz. Bizlar shunday turgan bo'ladi, o'n qo'lli uyimizni. Koridorlarni ham chiroyli qilib qo'yishdi. Birinchi xonamizda детский. İkinci xonamizda родительский. Üçüncü xonamizda. Uyimizda ikkita sanuzol. Bu tepani sanuzoli. Еще кабинка bilan. Uyimizning fishkasi podoldi. Podol решениясini yorib qo'yishibdi lekin havasim keldi. Kirishlar bilan mana shunaqa zona o'rtaqa ovqatlanadigan joy, kuxnya. Videoda ko'rib turgan hamma mebel texnikalarimizda qoladi. Xo'p, konditsionerdan tashqari yana ikkita vытяжка qo'yishgan, чтобы havo yaxshi aylanish uchun. Ikkinchi ko'chaga chiqadigan vходimiz, ikkinchi sanuzol.